Assalomu alaykum aziz vatandoshlar. Mana Moskvadan O'zbekistonga ketayotgan navbatdagi avtobusimiz. Gapiring aka, nima gap? Keldingiz, ketyapsiz. Moskvadan Toshkentga mana akamiz qaytyapti. Ichki salonlarni ko'rsatamiz. Mana Moskvadan O'zbekistonga ketayotgan navbatdagi avtobusimiz aka-ukalar. Moskvadan O'zbekistonga ketadiganlar bo'lsa, Assalomu alaykum. Xudo O'zbekistonga salom, Qozog'istondan. Moskvadan chiqyapmiz. Moskvadan qayerga? Qozog'iston, Shimkent. Aytganimdek. Moskva, Shimkent aka-ukalar, Moskva, O'zbekiston. Ketadigan odamlar bo'lsa, ekranga nomerlar qo'yib qo'yamiz, bemalol aloqaga chiqaverasizlar. Bez Xazayn avtobusda Xazayn mana o'zimiz aka-ukalar. Bez Pasrednik. Moskva, Toshkent. Aka-ukalar, Moskvadan O'zbekistonga ketadiganlar bo'lsa, ekranda Rosakam o'zimiz nomerlar qo'yib qo'yamiz, bemalol aloqaga chiqaverasizlar. Nima deysiz aka? Zo'r. Moskva, O'zbekiston. Bora kelasan. Joylashib ol, Ketadigan akalar aloqaga chiqaverasizlar. Saç ektirmeydim o zaman al keldi. Moskva, O'zbekiston, Moskva, Shimkent. Aka-ukalar. To'xtab turing aka, men tushib olaman. Ekranga ishonarli nomerlar qo'yib qo'yamiz, bemalol aloqaga chiqaverasizlar aka-ukalar. Moskva, O'zbekiston.